Xitoy kommunistlarining Uyg'urlarning uyiga o'rnashtirgan 1 milliondan ortiq Xitoyning istixborot to'plash uchun vazifalantirilganligi o'ttirg'i chiqdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Uyg'urlarga tuqqan deb tonishtirilgan bu jasuslar ziyorat qilgan oilalarning diniy e'tiqodi ahvolini ko'zitib, hukumatga uchur yo'llaydi. Aroq yoki tamaki sunilganda rad qilish, yot jinslar bilan qo'l ilishib ko'rishmaslik qatorliqlarga xotirlanib yo'llanadi. 2014-yili 200 ming, 2016-yili 110 ming, 2017-yili bo'lsa 1 milliondan ortiq Xitoy Uyg'ur yezlariga o'rnashtirilgan. Yig'ilish lageriga yoki turmaga qamalgan Sharqi Turkistonlik ota-onalarning sirtda qolgan farzandlarining echinishlik ahvoli o'ttirg'i chiqdi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan egi chaqisi bolalarning Sharqi Turkistonning sovuq havosida yirtiq kiyim va yalang oyoq holatda asfalt yo'llarda yurgan holati va kirilishib ketgan kiyimlari ko'guvchilarning yurak bag'rini azdi. Saudiya Arabiston davlat neft shirkati Aramco Xitoyning 5 shirkati bilan imzolagan neft yetkazish kelishimi bilan 2019-yilda Xitoyga eng ko'p neft eksport qilgan davlatga aylanadi. Saudiya Arabiston davlat neft shirkati Aramco Shanxay shahrida o'tkazilgan tunji navbatli Xitoy xalqaro import ko'rgazmasida Xitoyning 5 shirkati bilan neft ta'minlash kelishimi imzolaganligi e'lon qilindi. Yevropa Ittifoqi Isroil Oliy sotining Silvan mahallasida 700 falastinlikning surgun qilinishiga doir qaroriga qarshi bayonotida Isroilning o'ltiraq rayonlari siyosatiga qat'iy qarshi turadiganligini ta'kidladi. Bayonotda Yevropa Ittifoqi xalqaro qonunga xilof bo'lgan Yahudi o'ltiraq rayonlari siyosatiga qat'iy qarshi turdi deyildi. İtaliya Baş Ministri ve İçki İşler Ministri Matteo Salvini tartibsiz ko'chman kirishga ruxsat qilganligi sababli Maltani aybladi. O yana Yevropa İttifoqini ko'chmanlarga nisbatan bir chora-tadbir qo'llanmadi deb tanqid qildi. Salvini Italiyada muxbirlarga bergan bayonotida Maltaning taxminan 200 ming ko'chmanni to'shgan bir kemaning o'z tavasidan o'tishiga yo'l qo'yganligini aytdi.